Buxgalter bitta xatosi necha pulga tushgan. Bitta qizimizda yaqinda bo'lgan narsa statistikaga 1000 so'mda berish kerak bo'lgan informatsiyani kimdir telefon qilib iltimos qilgan, mana shunaqa ma'lumot berganda va natijada yo'q ma'lumotni bor deb bergan. 6 million dollarli оборудование oldik tekinga deb ko'rsatgan statistikada. Buni natijasi soliq srazu proverka tashiydi. 6000 deb yozgani bu 6 million deb o'qiladi. Statistikada 1000 so'mda bo'lgani uchun. 6 million dollarli оборудование tekinga kelibdi korxonaga. Demak, 15% foyda solig'i chiqadi. 6 milliondan 15% 900 ming dollar foyda solig'i talabnoma bilan kelishib boshlaydi va buni olib tashlash juda ham qiyin bo'ladi. Chunki statistikaga siz уже bu ma'lumotni berib bo'lgansiz, отчетdagi данныйlar o'zaro urishtiriladi. Oddiy 1000 so'mda отчет topshirilishi kerakligiga e'tiborsiz bo'lganligi, birovni iltimosi bilan so'ralgan sifrani qo'yib berganligi вроде бы yuziga qaralganda oddiy xatodagi, ko'zga ko'rinmas xatodagi 900 ming dollar shtraf olib kelish mumkin korxonaga. O'sha qizimizda даже mazasi qochib, menga rasmni tashladi, больницада, katnitsada yotgan. Datda bu mazasi qochib qolgan, o'zini qilgan xatosi chiqqan shtrafini summasidan.